Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana yana bitta darvozamiz, aksiyaga tushgan darvozamiz. Bu darvozamiz Chechen fason 2024-2025 xudo xohlasa trendda bo'lib turgan darvoza, skromniy variant. Bu darvozamiz ham aksiyaga tushgan. Bu darvozamiz asli zakazga yasaganmiz. Egalarining 4 oydan bir pullari yo'q bo'lgani uchun pulni bo'shatishga bu darvozani ham sotib yubormoqchimiz. Darvozamizni eni 345 ga, balandligi 270. Bu darvozamiz ichida kalitkasi yo'q, kalitkasi alohida yasalgan. Darvozamizni pulni materiallari, aylan atroflari 12 li shivillarda qo'yganmiz. Pulni teva pastlari hamma joyi 12 li shivillar, profillari 6 ga 4. 1.8 qalinlikda, toza 1.8 qalinlikda qo'yilgan. Listlari 1.8 qalinlikda toza 2 li list, 1.8 pilisovoy list qo'yilgan, 2 qavat shumizalatsiyali bo'lgan 100%. Navoqda kimgadir razmeriga to'g'ri kelib qolsa, razmeri 3.45 ga 2.70, kalitkasi 1.45 ga 2.30 razmerda kalitkasi. Navoqda nerjivenka yopishtirib ber deganlarga mana bu joylarga nerjivenkasini yopishtirib berishimiz mumkin. Narxini kelishilgan holatda asli bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 1,5 million so'mdan qilingan. Hozir ham misol uchun 1,5 million so'mdan zakazga yasab berishimiz mumkin, razmeri to'g'ri kelmaganlarga. Bu darvozamizni 1 million 300 ming so'mdan pul bo'shatishga butun O'zbekiston bo'ylab dastavka ustunovkasi bilan ustunovka qilib beramiz. Razmerlaring to'g'ri kelib qolsa, bemalol aloqa chiqarasizlar, olib borib ustunovka qilib beramiz. Nerjivenka yopishtirib ber deganlarga mana bu joylarga nerjivenka yopishtirib berishimiz mumkin yoki hozirgi mashq holatda skromniy variantida o'rnatishlaringiz ham mumkin. Bemalol aloqa chiqarasizlar pastdagi raqamlarga. Darvoza qo'ymoqchi bo'lganlarga, razmeri to'g'ri kelib qolganlarga xudo xohlasa bitta like bosib, podpiska bosib jo'natib qo'yasizlar. Kimgadir birorta tanishingizga to'g'ri kelib qolsa, ustunovka qilib beramiz xudo xohlasa.